28-iyul kuni Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bayonot e'lon qilib, 2014-yildagi Yarkan Elishqo vaqasining 6 yillik xotirasida dunyoni mazkur tragediyani unutib qolmaslikka chaqirdi. Har qaysi axborot vositalarining va shohidlarning bayonlariga qaraganda, buningdan 6 yil ilgari, ya'ni 2014-yili Ro'zayit kuni Yarkanning Elishqo yezisidagi Uyg'urlar Xitoy doiralarining Ramazon mazgilidagi diniy faoliyatlarini cheklash buyrug'iga norozilik bildirib namoyish qilgan. Ammo Xitoy hukumatı bu norozilikni darhol yerlik to'planuvchilarning hukumatga qarshi harakati deb sharhlagan. 新疆喀什地区中级人民法院对沙车县728严重暴恐袭击案部分被告人作出一审判决并公开宣判。 Shundaqla zo'r sondagi qurolli qismlarni ishga silib, qo'lda to'mirning sunuqimi bo'lmagan namoyishchi ommaga o'q chiqargan. Necha yuzgan kishi qo'lga ilingan. Xitoyning Xinhua agentligi bu vaqtdagi xabarda bu bir qatamliq oldin planlangan terrorlik harakati degan. Shu vaqtdagi Xitoy axborot vositalari namoyishni bostirish jarayonida o'lgan odam sonini 100 ga yaqin deb e'lon qilgan hamda 250 kishining qo'lga ilinganligini jakarlagan. Ammo muhojiratga Uyg'urlar shu voqeani boshdan kechirgan kishilarning bayonlariga asosan shu qitim soqchi va askarlarning o'qida o'lgan hamda qo'lga ilingan kishilarning bu sondan zo'r darajada ortiq ekanligini, bu voqeada Xitoy hukumatining har qachonqidek cho'ng sonni kichiktish o'yini o'ynaganligini olg'a surib kelmoqda. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi e'lon qilgan bayonotda o'sha qitimliq voqea qisqacha eslab o'tilish bilan birga Elishqo voqeasidan Xitoy hukumatining nazarida Uyg'urlarning hayoti va ahvoli hech narsaga arzimas bo'lib qolganligini ko'rib olg'ili bo'lganligini ta'kidlagan. Shundaqla o'sha yillari yuz bergan hamda Elishqo voqeasiga o'xshab ketadigan Lukchun qon eriq voqealarining hech qanday tekshirishsiz kishilarning yodidan ko'tarib ketayotganligi eskartilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanot bu vaqtda so'z qilib, "Ashu davlat zo'ravonlik qilmishlari amaliyotda Uyg'urlarni nishon qilgan hozirgi irqiy qirg'inchilik siyosatining bishoratlari edi. Biz navbatda Uyg'urlarga qaratilgan zulmlarni to'xtatishga chaqirish bilan birga, Elishqo voqeasida hayotidan ayrilganlar uchun adolat talab qilishimiz lozim", deydi. Ayni vaqtda Elishqo voqeasi dunyo axborotlarida xabar qilingan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining turli shakllar orqali to'sqinlik paydo qilishi orqasida xalqaroning bu voqeani mustaqil tekshirish tirishchiligi amalga oshmagan edi.